Liksiyalarımızı davamlaştırımız vatandaş. Endi muhakeme bugünkü ıslah işkemenin 21. 8. ayının 21. günü. Muhakemeden evvel vatandaşlar sual koygan iken, o sualda ötkende sözlengen liksiyeledi ki, adres nerede, adres yaki muhbirlarının ismi nimi deyilgen iken, vatandaşım, ben evvel şuna cevap verip sizlerge dikkat. Birinci haber, Taliban'ın Afganistan'da hakimiyet beşiği kelişi ve Xitay'nın soqqan çote. Muhbirimiz Mihriban. 2021 yıl 8. ayının 18. günü. Erken Asya Uygur Til Programması. Erken Asya Uygur Til Programması. Biz bu haberini elişte mandak mesleğini köz tutkan edik. Bu haberden 16. günü Xinhuaxi Dovi Torbit'de bergenine ait uzun bir parça haberde bu ketim Tashqi İşler Ministeri Wang Yi Amerika Qo'shma Shtatlarının Davlat İşler Katibi Antony Blinken'ga telefon berib so'zlashdi. So'zlashganda dediki, sizlar yaqindan beri Sharqiy Turkiston İslam Hareketi Teşkilatı'nı terrorizmlik teşkilatlar qatoridan o'chirib etdinglar. Sizlar buni qaytadan asliga keltirishinglar kerak dedi. Gerçi bu haber moşu cümle şeklinde muhbir Mihriban Hanım'ın haberi yok bolsumu, ben bu haberde Dovi Torbit'de okuganlığım için Mihriban Hanım bir yerde kısmen aldı şundak, gapni burat qallığı için ben bundak demekçiydim. Wang Yi, Minister Wang Yi efendi, kuyruğunuz açılıp kaldı. Kuyruğunuz açılıp kaldı, siz Afganistan'a casuslarını evetip, Şarkı Türkistan İslam Hareketi Teşkilatı'nı kurup çıktınız. Bu arkalık Uygurlarını halkara cemiyetke terörizm kılıp yaki teröristler kılıp elip çıkmakçı oldunuz. Uygurların içki kısmıga parçalanish, tehdit, vahime salmakçı oldunuz. Ve chet el muhaciretki Uygurlar arasında bular siyasi ziyankeşlik kılmakçı oldunuz. Yani kelip nomus kılmay, özünüz kılgan iş doğrusu da hazır eçilip ketken bolsun, nomus kılmay, özünüz kılgan iş doğrusu da Amerika rehberlerine sizler terörizmlik depterden öçürüp ettiğinler bunu degeniniz akli cihet ne etkanda bu bir dötlük. İkincisi, başkalarına nispeten tenbih, terbiye berimen dep özünü özü mesxire kılganlık buludu demekçiydim vatandaş. Lekin siz bu haberini görüşte halınızsınız, bana başta onun mavzusunu aytib edim. Endi ikincisi, bu asli birinci haberiydi, bu lekin manada vakatim tayyorlikda ikincisi düşüp kaldı. Asmanda to'g'ri yerde kapkan. Xitoyning Pokistondagi Uyg'urlarni tutqun qilishi. Mavzuli haber 2021 yıl 8. ayının 15. günü Erken Asya Uygur Til Programması'da anlatıldı. Haberinin aptori muhbirimiz Aziz. Bana bu haberini görsünüz, benim 2 gündür bir tahlil kılgan sözlerim başının içinden çıkıdı. Ya asaslığı çıkıdı. Tahlilime koşumça üzem anlayan materyal paketleri asası sözledim. En burunda 2 muhbir var yana. O muhbirler bevasitalik emas, şu dokladda tayyorlagan muhbirler. Onun birisinin ismi Bradley Jordan. Yani birisinin ismi Robert Ivanes. Bu isinizde bolsun vatandaş. Bularning teşkilatı Amu Derya Cemiyeti. Amu Derya Cemiyeti. Yani bunun qo'shilgan Uyghur kishilik huquq qurilishi projekti. Mushu ishki teşkilat birleşip o'tirib qo'ygan bu mesele Uygur'un siyasi hayatındaki intayin nazuk, intayin eğri mesele. Şuna ben muhbirlarga rahmet ettim vatandaşım. Biz bunu davamlıq tahlil qilamiz. Bugün to'xtab qolmaydi. Endi bunun tahlil qilinish jarayoni kengaydi vatandaşım. Kengaydi. Siz bunun da haber tapsanız oldu. Endi keleyli vatandaşım. Bugünkü leksiyelerimizden mavzusuga 7. ayının 15. günüden 19. günü 5 gün içinde
Amerika Qo'shma Shtatlarining harbiy aeroplani Tayvanga tushdi. Birinchisi qo'yib turayli, 6-oyning 6-kuni bir qatam harbiy aeroplan, bu qatam 15-19 bir qatam, 2 qatam harbiy aeroplan. 3 aeroplan Tayvanga tushdi. Esingizda bor, hurmatli vatandosh. O'tgan yili 11-oyning 12-kunida Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezident Trump hukumatining davlat ishlar katibi Mike Pompeo Tayvan Jungoning zimini emas degan edi. Arliqda Aqsaroyda siyosiy ishlovlar Osiyo Tinch-okean rayoniga mas'ul Kurt Campbell nima dedi desangiz, Jungoning Tayvan Jungoning bir qismi. Bu siyosatga tangshash jarayoni bo'lyapti vatandoshlar. Siyosatda tangshash jarayoni bo'lyapti. Uningdan keyin bugun kelayli yaqindan beri Afg'onistonda 10 kun, 11 kun ichida olamshumul o'zgarish yuz berdi. Vaqti kelganda ish degan mana shunday qildi vatandosh. 20 yil Afg'onistonda urib tushirilgan Taliban 20 yildan keyin yana o'tirg'i chiqdi. Lekin avvalgi Taliban bilan bu qatimqi Taliban duch kelgan zamonning vaziyati hargiz o'xshamaydi. Bu yerda zaman farqi va makon farqi va vatandoshlar. Chunki makonda o'tirg'i chiqayotgan siyosatda farqi va vatandoshlar. Biz buni keyin tahlil qilamiz. Dal mushundaq kunda Jungoning Yarshar vaqt gazetini xo'shijin nima dedi desanglar payt keldi deb tushundi bu. Hozir Amerika Qo'shma Shtatlari Talibanni yengildi, Afg'onistonda chekindi, qochdi dedi. Aeroportga va yo'ldagi qalaymiqonchilik masalan, Kabuldan qochish, Afg'onistonda qochish faoliyatlarida mushlar qalaymiqonchilikni Amerika keltirib chiqadi dedi. Ham bu fursat yetib keldi. Bugungi Afg'oniston atik Tayvanda bu ish ya'ni yuz berdi. Shu darajaga chiqdi vatandosh. Xo'shijin apandi bir tang-tangda. Xitoycha tang-tangda deydi. Tang-tangda nima deydi? Tang-tang bir cho'ng davlat, buyuk bir davlat. Shu davlatning hozir organ gazeti yoki markaziy komitetning ochiq aytganda rais Xi Jinpingning qo'lidagi gazet, Yarshari gazetida ishlab o'tib, shunday bemahal yoki bema'ni gapni qilsang, o'zingning odamiyligimi, ziyoliligimi bir gazet afkor ishligicha matbuot xodimi ekanligingmi bir tenga aylanib qoldi xo'shajin. Texi tunugun tarixni unutib qoldingmi? Jungo ozodlik armiyasi atalmış. Shibeypodin Beijing shahri kirganda Beijing shahri xalqi Iroqdagi, Janubdagi Shanxay shahri xalqi qanday qochdi? Qachaligini Gomindaundan billa Tayvanga qochdi. Qaçamığını Şanganga qochdi. Esingda yo'qmi xo'shajin? 49-yili Janjayish Tayvanga qochganda qanday qochdi? Pulvala, savdogarlar. Gomindan o askerlari o'ltirgan parxodlarga esilib, parxodga chiqolmay dengizga cho'kib ketdi. Unutib qoldingmi xo'shajin bu kunlarni? Shu qochishni, shu patparaqchilikni, shu qochqashni unutib qoldingmi? Bu bir tarix. Bu bir obyektiv qonuniyat. Bir hukumat almashidigan chog'da ikkinchi hukumat keladigan chog'da qalaymiqonchilik bo'ladi. Bu qalaymiqonchilikning sababi ikki hukumatning almashidigan, ketadigan hukumatlarning siyosatlari o'xshamaydi. Bu muqarrar bo'ladigan ish. Bu qandaqcha Amerikaning jinoyati, Amerikaning Afg'oniston taslim bo'lishi deganlik bo'ldi. Xo'shajin apandi, endi mana ko'ring. Siz o'zingiz keltirib chiqardingiz. Mushu maqolani yozdingiz, yer shari gazetiga yozdingiz. Markaziy hukumatga Tayvanga hujum qilish to'g'risida taklif berdingiz. Tashabbuskorlik bilan o'tirg'i chiqdingiz. Tahrir xo'shajin apandi oqibat nima bo'ldi? Ana mana. Ko'taranmisang sangili tabal bo'ldi. Odatda siyosiy yo'llar prezidentning atrofidagi siyosiy yo'llar birdimi degan bo'lsa, bugun deb yeni velishga o'zgartishga bo'ladi bu. Siyosatda mutlaq narsa yo'q vatandosh. Bu reallikka qarab, atrofdagi muhit qarab o'zgarib turadigan bir soha bu. Siyosat sohasi boshqa sohalarga hargiz o'xshamaydi.
Özgürüp turduğun sahabı. Bırak şu siyasi yolla emas. Mesela ilim adamları emas. Mesela siyasetle şıkıldıgan tədqiqatçılar mı emas. Endi getinin yoğunap kaya çıkaldığını hoşicen sen üzen keltirip çıkardın. Abdi aytqanda üzen keltirip çıkardın. Murakkab aytqanda bunun arka tarafı, yan tarafı, üstü yoki vertikal taraflarını sen biz bilmeymiz. Üzen keltirip çıkardın. Nem dedi Prezident Joe Biden, Amerika Qo'shma Shtatlarının NATO, Yaponiya, Koreya. Agar NATO'ga hücum qilsang, Amerika darhol inkos qaytardi. Xuddi shuning o'xshash Yaponiya, Koreya, Tayvanga hücum qilsang, Amerika darhol inkos qaytardi. Endi nima bo'lib ketdi? Xo'shijin apandi, ötkenden beri Tayvan. Ötkenden beri Amerika'nın ağzım Tayvan. Endi Prezident Joe Biden efendi hazır Tayvan'ı Yaponiya'nın ornuna koyganlığıdan cüngden bir silkindi o deymi, bir yer tevirdi o deymi. Koreyanı hesap kanmayla Yaponiya'nın ornuna Tayvan'ı koyganlığı. Yani gelip Tayvan'ın NATO'nun ornuna tan koyganlığı. Cüngden bir silkindi o deymi. Cumhurbaşkanının işgide silkinişlen bir inqilab bolduğu deymi. Hazır xabari qarğanda BDX'de bop diken bu inqilab. Hazır Johnson'ca sözləvatıdı. Mesela xalq vekiller qurultay tayyorlagan. Ati imza qo'yman degan bir qonun. Mesela fan G-Safa. Şunlara o deymi. O degene Amerika yakından beri Cumhur'un şirketlerini embargo kıldı. Embargo kılış doğrusu kanun çıkardı. Bu kanun karşı kanun. Bu kanunu birinci hop Şangang'da yolu koymakçıydı. Çünkü Şangang chet elge mayıldırak Şangang'da. Şu yerde koymakçı tayyorlik kılıp boğan idi. Bu kadar Rim'da tünügüldü bunu toxtattı deydi bugün Johnson'ca. Bunun belgili karakteri mi? Hoşçakalın efendi. Hazır Xi Jinping aqamadagilarning ta'siri kuchi Jungnan Xayda bu qatim Beday Xida ojizlab ketdi deganlikdir. Bu da emas. Mushunda qonun imzolanadigan bo'lsa, xalqaro jamiyat nima inkas qo'zg'aydi? Jungoga yana qandoq zarb yetib keladi? Mushuni o'ylab yetalidi Jungnan Xay deganlik bo'ldi. Mana bizning bugungi tahlilimiz Xo'shijin apandi qo'shilamsiz yo'q? Ixtiyoringizdag'izdi.